Ya jigitler, assalomu alaykum. Shunday bo'lgan Kunozxona berek, ha? Kunozxona. Buyoqda fermer aka bor men janimda. Aka, assalomu alaykum. Dag'i bir jo'qib so'rayman. Alaykum salom. Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'niga o'sib, men ko'rib turaman bu qancha yillik mehnat ketgan ekan bu yerga. Ova. Qancha shunday Kunozxonadan sizda? Bizda 6 bor 50 metrda. 650 metrdan, ha? Shirinasi qancha bunun? Shirinasi 10 metr, uzunasi 50 metrda. 50 metrdan bunda. Buyoq Noken, Jalolot oblasti Noken rayonuna qarashli ayollardan birisinde. Buni hozir shu bugun 2-fevral. 2-fevral ova. Nega tayyorlayapsiz hozir yerda? Buni pomidorga tayyorlayapmiz. Birinchi yerda haydaymiz. Yerda haydaysiz. O, ne motoblok bilan? Motoblok bilan haydab, bu termiz tartiladi birinchi. Bu bir qavat bo'ladi sirti bunday. Mana. Bu ikkinchi salafon. İçindegisi bu. Bunda besparovoy отопленияsiz foydalansa bo'ladi buni. O'shunga foydasi bor ikkinchisi. Bu üstü bu dag'i ustida dag'i bu termizda. Termizda hisoblanadi. Fevralda 25larga ekiladi bu yer tayyorlanib. Har yilini 5 sotikka 2 kamazdan go'ng tashtaladi. Bir kapta amafoz solinadi. 10 kilogramdan kaliy solinadi bir parnikka. Ya'ni o'zingga chiqarib olaverasizlar, qancha bir parnikka chiqarib berma, ya'ni raziyasi chiqadi. 50 metrga 50 kilogram amafoz, 10 kilogram kaliy, 2 kamaz go'ng tashlaysizlar. Shunga yer tayyorlanadi. Tayyor bo'lgandan keyin ko'chatlar ekilaveradi. 25-fevralga ekiladi. 25-fevraldan keyin bu termiz aprel 15gacha turadi. Undan keyin olib solinadi. Kun qizib ketadi-da bunda. Olib solingandan keyin bo'ldi. Ekuga уже jipga olinadi keyin ekilib bitgandan keyin. Buni olib tashlash boshanda turaveradi bu. Yo'q, olinib tashladi bu. Buni kulenka olib tashlashdan o üstünde chiqadi. Üstündagi arqaga o'xshagandan chiqadi. Aprel 15dan keyin olinadi bular. Bir qavat qoladi. Uji simga jetganda ustida onda to'rlarimiz bor. To'r javladi. Uji gulga kelganda. Va gulakroq bo'lishi uchun, to'r javladi, do'rankroq bo'lishi uchun. Bunday motoblok bilan haydaymiz. Buni birinchi tayyorlash uchun. Bu shlangalar nima поливной sistema ekanda bular? Kapilniy. Kapilniy ekanda bu. Bular hammasi shunda ketaveradi. Mana 4 ta teshikli bu O'zbekistondan keltirilgan. 4 teshikli bu? Mana 2, bu yoqda 2. Mana 4 teshiklik. Soatini 6 litrdan suv oqizadi. Har bir teshikdan soatini 6 litrdan suv oqadi. Bu oyoqda moto pompa turib oyoqda? Yo'q, yerda pompa emas. Biz samoxod kelaydi bizda. Samochok bilan keladi ekanda. Motoblok bundan haydaymiz. Motoblok. Iloji borsa obrobotka qilamiz. Yerda mayun qilib haydash kerak. Yumshoq qilib. Yumshoq qilib haydasa, ta'mir yaxshi ketadi. Bu o'z-o'zida tuproq pakaja bir aralashmasi bor bu yerda. Yo'q, o'z-o'zida tuproq shu yerda o'zi. Mesni yerdikilar. Yerdiki. Qancha go'ng solsa, udabreniyadan eng yaxshisi go'ng. Chirigani. Chirigan go'ng emas, yangi go'ng ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Aralashtirib haydayveradi. Biz Ural Ximdan ham foydalandik, udabreniyadan hammasidan foydalanib ko'rdik. Eng yaxshisi effektivni go'ng. O'z-o'zidagi. Go'ngdan o'tari yo'q. Bekar. Mol chorvachilik bo'lsa, molni nima qilaveradi? Bu yoqda mana ko'chatlar tayyorlanyapti. Tayyor ko'chatlarga orayli. Ko'chatlar yo'lida. Hozir shu yoqqa chiqa turgan ko'chatlar tayyorlanib ketgan. Endi sirtini ham tushuntirib qo'yasiz hozir. 15 metr bu. Bo'yi 2 metr. Uzunasi 15, bo'yi 2 metr. O o'rtasi biyigroq sal. O'rtasi biyiroq. 2,5 chiqib qoladi, 220. 220 chiqib qoladi. 40 mingta ko'chat sig'adi bunga. Stakanda. Stakanda 40 ming ko'chat bo'ladi. O pechkani ko'rib turaman, 2 pechka bu yoqda. 2 pechka jag'iladi. Yog'idan bir pechka ketadi. Najag'idan bir pechka ketadi. Uni ham ko'rsangiz. Nima ko'mir bilan jag'asizlar bu yoqda o'shanda. Ko'mir bilan jag'iladi. Ko'mir 250 qop ko'mir ketadi ko'chat tayyor bo'lguncha. 250 qop ko'mir ketadi. Shu ko'chatlar yetkirgan joy. Shunda qancha so'roq aka? 2 oy jaqiladi. 2 oy jaqiladi bunday yigitlar. Mana bu yoqda 2 oyda bu yoqda ikki tomon pechkaga qo'yiladi. Endi ichine giraylik, ya? İçine girelishi bir. Naz buyursa bu chaqan. Mana boshqasini kirib o'tamiz, ha? Bu yerda mana ko'chatlar mana tekkan unda tayyorlanadi. Bu hozir tayyorlanayotgan bu boshqa Kunozxonaga kirdik biz. Tayyorlanayotadi, bu yerga tayyorlanayotadi. Beriga tiplisan ekan, shunda tayyorlanadi. Shunday tayyorlaysan, ha? Chirigan go'ng bo'lish kerak bunga. 4 yillik bo'lish kerak. 4 yillik chirigan go'ng.
Başka işteki keregi yok bunga. 15 santimetre göng taştalat. Galvurma elep mayın göng boluş kerek. Elek men ele yüzagan ha? Mayın. Ene sevilet uruklar bunga. Bunu hazır sevip turup betini dip tegizlep koygansыңар boşonda. Onda tegizden çıkat. Tegizleri bunda jalıp çıkattı. Ondan keyin birinchi suv berip alat bunga. Su. Suv sepip to'ydirib turib, ena sepip turib, uruğun üstüne yana mana bu göng sepip çıkıladi, uruğu yapıladi üstüge mana sepilib. Qancha santimetr bo'ladi üstündeki şunda? 3 santimetre yapıladi. Beti. Matayı 15 santimetre kılınerdi. Tamir жақсы жаятты. Tamir gengrigi. Oşunga qarab. Oşunda 18 santimetr общий высота bo'ladi oşunda. 18 metr bo'ladi. Mana shu bitta shalik ko'msa tamir yaşatadi. Yuqa ko'mib qo'ysa tamir betiga chiqarib beradi. 18 santimetr общий высота, 15'te uruk tusalat, alın üstünde 3 santimetr dağı göng bo'ladi. 3 santimetr göng bo'ladi, yana tegiz chiqadi o'zi. Hem bayağı. Bo'lsa ekadagani bor, o'zi bunda tashab. Eki chiqsa ham bo'ladi, asan 5 soat nima bo'lmaydi. Bunu oşunda sevesmisiz sizce qanday qilasiz? Biz sevib qilamiz. Bular ekib qilingani ham bor. Mana ekadagan taxta bor o'zi bunda. Instrumentler var ha atayna? Chizilib bo'ladi. Mana chizib urug' tashlab chiqiladi. Yana ko'm chiqiladi bunga. Ham bo'ladi. Shunda urug' pateri kamroq bo'ladi urug'da. Pateri azroq bo'ladi. Urug'da qimmat bo'lsa kerak buni. Urug' pachkalari har xil pomidor, bolgarskilarki bor. Endi narjodan tayyorni ko'rsatamiz. Bayag'i sirtdan ko'rsatgan gunoshxona giraylikmi? Sevilgandan keyin ko'rsatdim. Mana bayag'i ko'rsatgan gunoshxona mana. Vo! Jer o'shunda tayyorlanadi mana. Bu yoq chapchashib bo'lib turibdi bu yoqqa. Bu yoqda mana alınbagani ham bor mana. Ko'rsangiz bo'ladi. Mana. Mana tashtalgan go'ng mana. Ko'chirgan emasmiz mana. Bu ko'chat 25-dekabrda sepilgan bular. O'shunda bir yerda turadi. 25-chi nimaga stakanga ko'chiriladi. 25'inde. 25'ine ko'chiriladi tayyor bo'lgandan keyin. Mana go'ng shu mana salingan go'ngi. Suv sepib turiladi az-azdan. Ko'p berib bo'lmaydi suv, chirib ketadi. Az-azdan suv sepib turadi. Hem oşunda bu bek alıp oturgizib qo'yganingiz ekan da bu oşunda. Stakanga bir oydan keyin yerdan stakanga ko'chadi mana. Stakanga ko'chgani bu mana. Bu 20-fevral bir ay turadi bu ham. 25-fevralda ujumaylarda oq tamir chiqaradi ponni. Ha, bu klyonkani teshib chiqadi ekanda bular? Klyonkani teshmaydi bu. Mayillardan xamir ko'rinadi. Klyonkani mana oq tamir chiqaradi mana. Oq tamir chiqarib klyonkani jamboshlariga ham chiqqanda yana yerga teplitsaga kiradi bular. Klyonkani ko'rinadi ekanda o'shaqa chiqib taqaladi ekanda o'shanga. Shuni taqalib mayillar ponni oq tamir olib ketadi. Yerga o'tkazsa bo'laveradi buni teplitsaning ichini. Sразу же ketaveradi ekanda o'shanda. Ketaveradi. 25-fevralda issiq kelsa kirgizilaveradi. 20'lar ham kirgizib bersa bo'laveradi. Bez отопления fevralda. Dekabr 25'ida sepilgan urug'lar bular. 25'inde sevdim. Agarda jo'yda kuchli sovuq bo'lib ketadigan bo'lsa, stakanda vaqt tursa bo'laveradi, suv berilmaydi. Ko'chat pishiradi, qorayib boraveradi borgan sari. Har zamonda o'ta chanqab solishga kelsa, apparatda jicha suv ho'llab qo'yadi. Ko'p suv bersa o'sib ketadi, ko'chat bo'lma qiladi. Suv berib g'o'lab ketadi deb qo'ydingiz-a? G'o'lab ketadi, o'shunday bo'lmaydi. Uni shular ko'p suv ichganlar o'sib qolgan. Ko'p suv ichganlar bigrak o'tiradi. O'sgan ko'chat bo'lmaydi. O'sgan ko'chat o'sib ketadigan bo'lsa, pomidor masha chiqqanda ushlashni boshlaydi. Maydaroq ko'chat bo'lsa, mana pastroq ushlab boradi. Simga yetguncha 7 ta yara bo'ladi. Bayağı nemeler ha? Shingillar. Agarda buni o'stirib olsa, tepada ushlab 3 malla simga yetib qoladi. Tamam, hemen az berib qo'yadi o'shanda. Buni iloji boricha maydaroq ko'chat qilib o'stirmashga harakat qilish kerak buni. Buni bayağı dimoxot shunday chiqadi ekanda buni. Bu o'sha issiqlikni qarmab qolish uchun qaraqlar. Qarmaydi, buni issiqni qarmaydi. Bu bu yoqdan bu yoqqa kelgan ekan buni. Gündüzde 25 gradus bo'lishi kerak. 25-28 gradus. Tunda 10 gradus tushsa jetadi. O'tali issiqni kerak yo'q tunda. Ondan tushib ketmash kerak tunda ham. Graduslar bor, o'zimda graduslar qo'ysa bo'ladi buni. Bunda gradusni az buni ichida ishlab qolib turib bu gradusimiz. Charchab turib bu? Charchab qoldi. Mayli. O'zi qancha olib turish kerak o'zi? Qancha dedingiz o'zi? 10-15. 10-15 kechqurun kunduzda 25 kechqurun 10 gradus jetadi. Boshqa keragi yo'q. 250 kap ko'mir jetadi shu yer o'ziga. 250
Hop, kömür ketediler. Расходтарын эсептесеңер болот. Эми буну ака siz только өзүңүзгө чыгарасыз да. Сатпайсыз да буну. Өзүбүзгө эле чыгарабыз, биз сатпайбыз буну. Өзүңүзгө өзүңүз урук чыгарасыз. Ишеничтүү. Ишеничтүү. Бу Аламина деген сорт помидору. Эң яңшы сорт. Бу баягы томатный болобу ошондо кандай? Жок, бу томатный эмес бу. Гибрид сорт да булар. Гибрид. Мен жакшы түшүнбөйм да, сиз өзүңүз айта бересиз. Аламина деп гибрид интернеттерге кирсең билинет. Мал боран. Бу боранда hasıldorlik көп болот. Nariga Alamina degan sort. Bu boranda tovarni vид bo'lmaydi, xuniyroq bo'ladi. Alaminada standart bir xil bo'ladi. Kipriklar ham uzun bo'lib, chiroyli bo'ladi. Bozor suyida bo'ladi Alamina. Bu Alaminani hosildorligi jicha pastroq bo'ladi, lekin klient ko'p buni. Klient ko'p-da. Bozorda qolib ketmaydi degan pomidorda bu. Boran cho'ng standart bo'lmaydi bu. Buni hosildorligi ko'p. Ko'p bo'lmaydi. Ko'p urojay beradi bu. Biz endi şey chiroyli o'zimiz bozorda ishlaymiz, o'sha chiroyli. Bu bolgarskiylar mana. Bolgarskiylar. Bular aprelda ekiladi, bular sirtqa ekiladi. Bu ham o'sha 25-dekabrda sepilgan. Ertayin stakanga ko'chadi. Bu aprelgacha turaveradi. Bolgarskiy sababi kechamal oladi. Shuning uchun mina qilinadi-da bu. Ertalab sepib, stakanga ko'chirilib, mancha bo'lganda bu ekilaveradi bu. Bu ertadan stakanga ko'chadi ular. Stakanga ko'chadi. Dagı qoldi aytilmagan narsalar aka? Yo'q, ham keyin ekayotganda yana bir ko'rsatamiz, kelasiz. Dagı men sizni o'zingiz ko'rsatsam bo'laveradi betingizni? Yo'q, ko'rsataylik men. Bemalol, men baydan beri tartib aytaman sizda. Aka, sizda ishkalar ko'p bo'lsin ha? Mayli, rahmat, kelasiz. Shunday sizga o'xshagan silab beradigan odam topish o'ta qiyin bo'lgan, o'ta cho'ng problema bu. Bemalol kelasizlar, kamchilik bo'lsa, dori solish, dori qanday sepish tayyorgarliklarini ko'rsatish bo'lsa, biz yordam beramiz. So'rovlarni kommentariyaga yozsin. So'rovlar kommentariyaga yozsin. Biz qanday dorilar ketadi, kasallik qanday kelsa, biz o'zimiz agronomimiz bor, yordam beramiz. Общий opit qancha yil aka sizda o'shanda? Biz bu yil 4-yil o'zi jerga yoshligimizdan beri ekamiz. Teplisa bu yil 4-yil qilyapmiz. Biz agronomimiz Chimkentdan Ahmet degan bola. Bizga через internet ishlashamiz. Dorilar o'sha bola jo'natadi. Kasalliklar bo'lsa o'sha bolaga chiqamiz. Yordam beradi. Biz o'zimizdan bilamiz qancha kasalliklari. Ko'p narsani boshdan o'tkazib qo'ydinglar o'zi. Boshimizda o'tdi. Yordam kerak bo'lsa, bizni bu yoqqa chiqaverasizlar, biz kommentariyaga yozinglar. Biz yordam beramiz. Barib oling aka, tinch bo'ling. Sizda odamlar ko'p bo'lsin-chi bizda aka. Bizning Qirg'izistonda sizlarga o'xshagan odamlar o'nib turadi aka. Bizda qancha teplitsa o'niksa, klient shuncha ko'p keladi bizga ham. Zbitchaqdan qanday ekan? Zbitchaqdan общий shunday. Pomidor, badring siz o'ndirayotgan narsalarga zbit nima satishchaqdan. Satishchaqdan problema bo'lmaydi. Problema bo'lmaydi. Bilmadim, bizda ayılda Burganda da o'taylik ko'p, Noki rayonida klient. Bolgarskiy Rossiya ketib. Bolgarskiy mallar Lotto degan sort. Lotto. Buni mingtasi 3,5 ming. 1000 shtugi 3,5 ming so'mmi? Narigisi ham 3,5 ming. U Magretta degan sortdan. Bu ham yaxshi sort. Bular Rossiyaga chiqadi. Ama pomidorlar o'z-o'zidalik tugab bitib o'tadi. Klient bor, qo'rqmay eksa bo'laveradi. Bemalol, bayaqi konkurent bo'ladi, meni o'tmay qoladi degan yer yo'q. Xudodan hammasi. Xudodan, ha? Beradi u. Ha, barakalla. Hammasini rizqiga yarasha oladi. Bemalol eksa bo'laveradi buni. Qancha klient ko'p bo'lsa, 2-3 ko'p bo'lsa, klient shuncha ko'p bo'ladi. Ko'proq furalar keladi desangiz bizga. Klient sirtdan bizga ko'proq keladi. Dehqonlar ko'proq bo'lish kerak bizga. Bitta bizni parniki kelmaydi, furalar. Shunday. Qancha ko'p bo'lsa, klient kelaveradi sirtdan ham bizga. Biz maqsad shu o'zimizni o'niktirib, o'zimizni rynoklarga arzon chiqarish. Birinchi o'rinda. Sirtdan olib kelmasdan, Xitoydan olib kelmasdan, haligi qotib ketgandan, 1,5 yil ham turavergandan. Bizda bu o'sha go'ngman pishadi ko'proq, go'ngda juda katta foydasi. Shuning uchun go'nglarni ham ko'rsatib qo'ysangiz bo'laveradi. Go'ng ko'p bizda, to'ylarni bu yerda. Ko'rdim. Sizlar ham tatib qo'ying, go'ngga o'ta ish beradi. Bu go'ngda bu naturalniy bunday ekologik chisti bo'layotganda o'shanda haligi kimiyasi yo'q, ha? Mana biz 20 mashina go'ng to'kishamiz, mana bu yerga sirtga joyib qo'yganmiz mana. Tayyorgarlik mana yerda sirt. Bu qurittasizlar boshanda buni aka? Yo'q, bu sizga jataqda biz tayyorlayapmiz buni yerga buni. Tayyorlab bu yerga bolgarskiy ekiladi, ma teplitsaga salinadi. Bu jo'nli огород bo'ladi ekan, ochiq bu shunda. Ochiq огород, bolgarskiylar shunga chiqadi. Bolgarskiy bor o'sha ochiq огородga chiqadi ekanda. Tak, mo'sha go'ng. Mana shu go'ng, oddiy go'ng mana. O'zingizda mollarning qig'i. Mana. Eng yaxshisi shu. Sotib olamiz buni biz. Sotib olasiz.
Bizde mal yok için satып alabız. Kamazını 5000 dep beredi, euro kamazını. Euro kamaz 5000 keledi. Bul hem bayagı çöp aralashmagan taza göң eкен да, men көрүp турам aka. Taza göң. Bu adırlar. Haşek aralashmagan. Toralarda kamalı toplangan. Şu göңler. Onda tor bolat. Ana tordan көрсөтөсүң bunu. Tordu bu javassa keyin ha. Күнөс канан. 3-4 ta уже yara güllaşı başlaganda bu javlat. Sal salkыныраак болушуну. Bu Özbekistandan keltirilgen 5 yılga жетет bu. 5 yılga. Kısa boleret. Muna şu Күнөс kananın üstüne ele, şunda jagıp tashlaysan, Күлөңканын üstüne ele. 10 metre, şirinası 10 metre, uzunası 64 metre, 50 metre har xil var. Japsa boleret bunu. Öte son. Men oşu alıstan көрөм да, şu ayılda köp da şu. Ana giremdeyim, muna giremdeyim. Bugün WhatsApp жетпеген eкен да munda. Эми aka sizge teselli сурап турайын эми. Экөөбүз байланыштырабыз. Мындай иш кылдым десеңиз, мен шарт келип тартып, комментарийлерди окуп берем. 5 минут убактыңыз бөлүп жооп берип коесуз. Бул бир мага окшогон бебечелерге бир 2 сан катары, bir sadaka katары болот да aka. Билим бу көп пул турат aka. Майли. Билимди биздекени билбей кылсаңыз канча потеря болот, канча банкрот. Майли биз билмейли кечирээк келип калабыз, эккенден баштап келсеңиз. Эккенде. Куда калса ар жакта эккенден баштап пышырганга чейин чыгарганга аракет кылабыз aka. Аракет кыла бересиз, биз биядан сепиштен эмеки жылдан пони сепиштен алып бара бересиз. Куда каласа ушундай бир дыйканчылыкка парник немесине бир чоң салымыбызды кошобуз деп турабыз. Мына билим опыт жагынан бөлүшөбүз буюрса. Aka tinch болуң, бар болуң aka. Sizde адамдар көп болсун бизде. Салам алейкум жигиттер. Анықтан баягы эле лайк, баягы эле комментарий. Tinch болла, бар болла.